Atalmış Uyghur Abdunum rayonining raisi Shuhrat Zakir 6 yanvar ochilgan Abdunum rayonlik 13 navbatli xalq qurultayining 3-yig'inida xizmat doklati berib, kadrlarni yez kentlarga tushirib muqimlikni qo'g'dashdek funksiya tajribasini davomli yo'lga qo'ydiganligini bildirgan. Ko'zatchilar uning so'zi Xitoyning hozirgi qattiq qo'l siyosatining davomlashayotganligini ko'rsatdi deb qaramoqda. Shuhrat Zakirning so'zlariga qarata bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash, Xitoy hukumatı Sharq Turkistonda elib bormagan tajribasi qolmay, 1960-yillardagi kommunist Mao'ning funksiya tajribasini qo'llanib, Uyg'ur xalqini manqurtlashtirish uchun qo'rchoq rais Shuhrat Zakirni qo'llanib, zulm sistem va irqiy qirg'inchilikni davomlashtirmoqda dedi. O Shuhrat Zakirning ismining o'tgan yili Amerika Davlat Majlisi ma'qullagan qonun loyihasida Xinjianggo, Juxaylun va Sunjinlun qatorliqlar bilan birga tilga ilinganligini, shunga Amerikaning bu qonunni ijro qilib, ularni jazolashini umid qilganligini bildirdi. Amerika Kengash Palata a'zosi Marko Rubio Amerika Davlat Majlisini Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini ma'qullab, Xitoyning bostirish harakatlariga zarba berishga chaqirdi. O savdo kelishimida kishilik huquq masalasiga sal qarmaslik va uni siyosiy bilan aralashtirmaslik kerakligini eskartdi. Amerika Kengash Palata a'zosi Marko Rubio Xitoy bilan bo'lgan yangi savdo kelishimida Xitoyning kishilik huquq tajovuzchilik harakatini tanqid qilishdan voz kechishni kelishimning badali qilishga bo'lmaydiganligini eskartdi. Hong Kongdagi demokratik namoyishni qo'llaydigan qonun loyihasini qo'llovchi bo'lgan Rubio Kengash palatasini tez suratda Uyg'ur kishilik qonunini ma'qullashga chaqirdi. Uyg'ur kishilik qonun loyihasi 2019-yili 4-dekabr Avam palatasida ma'qullangan edi. Kommunist Xitoyning Sharq Turkistonda zulm ib bag'anligini oqlaganlarga qattiq norozilik bildirgan Saodat partiyasi raisi Tamal Qaramulla o'g'li Turkiya hukumatı va vatandoshlarga chaqiriq qildi. Qaramulla o'g'li Saodat partiyasi Ma'rif markazida o'tkazilgan yig'inda so'z qilganda Uyg'urlar haqida to'xtaldi. O Sharq Turkistonda kishilarning keng ko'lamda lagerlarga qamalganligi va e'tiqodidan voz kechishga majburlanganligini aytdi. Lager sirtida Xitoy erlarining Uyg'urlarning uylarida turishga avatlaganligini tilga olgan Qaramulla o'g'li Turkiya hukumatı va xalqiga chaqiriq qildi. O biz qarindoshlari bo'lish sifatimiz bilan ustimizga tushgan vazifani ado qilishimiz lozim. Xitoy mollarini boykot qilishimiz, setib olmasligimiz lozim dedi. Xitoy Malayziya hukumatı tarafidan Sharq Turkistonda Uyg'urlar qilinayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklarni tekshirish bilan vazifalantirilgan Xitoy Islomiy ideya va madaniyat institutini ziyoratga taklif qilganligini bildirdi. Xitoyning Kuala Lumpurdagi bosh elchisi Baytian bu ziyoratning aprel yoki may oyida olib berilishi mumkinligini aytdi. O'tgan yili 27-dekabr ko'plagan Malayziya ommaviy tashkilotlar Xitoy elchixonasi oldida namoyish o'tkazib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini tanqid qilgan edi. Arkadan Malayziya Tashqi ishlar ministri Sayfiddin Abdulla Malayziya hukumatining Xalqaro islomiy ideya va madaniyat institutini Sharq Turkistondagi zulmlarga aloqador dokladlarni tekshirishga vazifalantirilganligi e'lon qilingan edi. Amerika Xitoy savdo kelishimining tunji bosqichi imzolanish oldida turgan bir paytda Xitoy hukumatining yezigilik mahsulotlari importining xalqaroda ma'lum saviyaga yetganligini, ma'lum davlatga qarata o'zgarish ilib bormaydiganligini bildirdi. Xitoyning muavin yezigilik ministri va savdo suhbati hay'ati a'zosi Xanjun Xitoyning Amerikadan import qilingan dehqonchilik mahsulotlarining miqdorini o'zgartmaydiganligini e'lon qildi. Xitoy Seyshan torining xabar qilishicha, Xitoy Amerika bilan imzolangan savdo kelishimi doirasida Amerikadan import qilingan qo'noq, bug'doy va guruch qatorliqlarning yillik sotilish miqdorini o'zgartmaydi.